Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo, qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Jannat makon yurtimizning qalbi mehr muhabbat ulashishga oshufta bo'lgan mehrli qalb egalari, siz azizlar bilan doimgidek loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlari nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukronalik ayyomlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson go'zal opamiz Gulbahor opaga yo'llab qo'yamiz. Ayni fursatlarda biz ularni shukronalik ayyomlarida yaqin insonlari nomlaridan tabriklab birgalikda xursand qilamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulbahor opa bilan bog'landikmi? Da, men Gulbahor opamiz. Opajon, salomatmisiz, omonmisiz? Xudoga shukr. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni O'zbekistondan go'zal dil izhorlar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Rahmat Marjona, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Opajon, bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Kattakon salom sizga. Rahmat. Rahmat. Bilasizmi Gulbahor opa, sizni bugungi quvonchli kuningizda sizni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin bir insoningiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar va go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxminingiz bormi? Bor. O'g'llarimdan, qizimdan, jiyanlarimdan, yana nima, ukalarimdan, singlimdan, qarindosh urug'larimdan, hammalaridan men shu tabrikni kutgan edim. Albatta opajon, barchamiz bunday quvonchli kunlarda samimiy tilaklarni, go'zal dil izhorlarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Ayni fursatlarda biz sizni bugungi shukronalik ayyomingizda ana shu yaqin qadrdon insonlaringizdan biri bo'lgan jiyaningiz Hilola opa nomlaridan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat. Hilolaning umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Oilasiga baxt, saodat, uzoq umr tilayman. Hamisha xo'jayin bilan qo'sha qarisin, yuzga kirishsin, bolalarning orzu havasini ko'rishsin. Mingdan ming men xursandman, minnatdorman. Rahmat Hilolajon, jiyanim, akamning qizlari bo'ladi. Shunday. Opajon, ayni dam ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, jiyaningiz Hilola opani siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum. Men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribonim, qalbi pok, so'zlari samimiy, shirin so'zli ammajonim. Bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzun, hayotingiz sermasmun bo'lsin ammajon. Baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Hayot yo'llaringiz quvonch va shodliklarga ilm-molim bo'lsin. Allohim suygan bandalaridan bo'ling. Robbim sizni yetuk va kutilmagan baxtlar ila siylasin. Farzandlaringiz rohatlarini ko'rib, doimo hurmat va ehtiromlar qurshovidagi qirolicha onajon bo'lib yuring.
Ammajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Sizga har boqqanimda dadamni ko'rgandek bo'laman. Sizni yuz ko'zlaringiz, qarashlaringiz menga dadajonimni eslatib turadi. Ilohim, dunyo turguncha turing, chinordek uzoq umr ko'ring. Yaxshi kunlarimizga doimo bosh bo'lib yuring. Ammajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Katta rahmat Hilolajon, umringiz uzoq bo'lsin. Men ham seni ko'rsam, akamni ko'rgandek bo'laman. Rahmat. Sizga ham katta rahmat, mana shunaqa tabrik so'zlarni berganingiz uchun. Dunyo turguncha turingiz, hamisha bor bo'linglar. Hilolajon, rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtiyorlar, qo'shaqar, bolalarni orzu qilasizku. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Rahmat opajon. Bilasizmi Gulbahor opa, siz uchun atalgan surpriz hadyalarning bu hali hammasi emas edi. Ushbu ajoyib surpriz tabriknoma maktubida jiyaningiz Gulbahor opani siz uchun yozib yo'llagan chiroyli dilizxorlari bitilgan ajoyib she'riy satrlar ham bor ekan. Aynidan ijozat bersangiz, ushbu she'riy satrlarni ham sizga o'qib eshittirsak maylimi? Mayli, rahmat. Mayli. Bilasizmi opajon, jiyaningiz Hilola opa aytdilarki, ammajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Jiyanlari ichida ammajonimga o'xshagan eng ko'p o'xshaydigani men bo'laman. Ammajonim uchun atalgan qalbimning tubidagi chiroyli dilizxorlarim, iliq so'zlarim yo'g'rilgan ushbu she'riy satrlarimni ham ularga o'qib eshittirsangiz deya so'ragan edilar va siz uchun atalgan chiroyli she'riy sovg'ani ham sizga o'qib eshittiramiz. Ammajon, siz buncha yaxshisiz. Oilamiz nuri, qalbim naqshisiz. Otamning jigari, davlatimiz siz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Bunchalar yoqimli tarovatingiz, menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har uyimizga kelganingizda bosib turar sizni salovatingiz. Sizdan kelib turar otamning isi, ularning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyoda eng yaxshi amma, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ammalar ichida a'losidirsiz, gullar ichra ra'nosidirsiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidirsiz. Sizni o'zgacha yaxshi ko'radi qarindoshlarning barchasi. Tilayman hammaning eng kamida bo'lsin sizdek go'zal ammasi deya ushbu she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizxorlarni sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila jiyaningiz Hilola opa mehribon ammajonim uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik opajon. Rahmat. Umri uzoq bo'lsin Hilolani. Rahmat. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Rahmat. Qo'li dard ko'rmasin. Bolalarni orzu-havasini ko'rsin. Hamma jiyanlarimni yaxshi ko'raman. Bir-biridan yaxshi, bir-biridan chiroyli jiyanlarim bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Ularni ko'rsam, akamni ko'rganda bo'laman, ukamni ko'rganda bo'laman. Rahmat opajon, chiroyli tilaklaringiz uchun. Har doim mana shunday yaqinlar, mehr muhabbati ardog'idagi dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yuring. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Yaqin fursatlar ichida siz bilan mazmunli suhbat davomida go'zal dilizxorlar loyihasi boshlovchisi Marjona Fayzullayeva bo'ldi. Opajon, bugungidek quvonchli, a'lo kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Tug'ilgan kun ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marjona, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin, hamisha bor bo'lib yuring, dunyo turguncha turing. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat. Jiyanlarimga hammasiga katta rahmat. Rahmat, tashakkur, salomat bo'ling. Ushbu dil tortar tarona ham siz uchun.
Quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun, dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qaddingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmaysizlar, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, yaratgan asrasin sizni iloyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.